Maqsadimiz O'zbekistonning mahsulotini yomonlash emas. Yutkizib qo'yganmiz. Kema cho'kib ketgan. Savdogar dardini bir eshitmagan shu kungacha. Endi mana o'tgan yildan beri eshityapti. Rahbarlar ayrim xatlar eshitmagan. Gapini ko'tarib tursa, ishing nima sani degan. U sani ertaging degan. Mana haqiqat qay holatga keldik. Qishda Xitoyda ham qor yog'yapti. Tbilisi'da gilos yetkazib, Rossiya dasturxoniga yetkazib qo'yyapti. Shuning uchun iltimos qilardim. Mana bu ko'klar qadoqlashlarni qaranglar. Insonda havas keladi, insonda. Nima uchun gapiryapmiz? Mana qadoqqa bitta urib qarab ketdi. Uni qarang, turishini qarang. 8 kilo oshsa. Bizni tayga o'qlanganni kim oladi? Tayga o'qlangan mahsulot. Shunaqa qilaylik, shunaqa eksport qilaylik. Nima uchun bu narsani yorityapti, qayta-qayta? Shu O'zbekistondan chiqayotgan har qanday mahsulot chiroylarki, mashina keldi, mashina yana bitta olamizda jaylari chaqadi. Mana qarang. Mana gilos qarang. Akalar, mana gilos sananglar, 8 ta gilos bilan qo'lim to'lyapti. 8 ta gilos bilan qo'lim to'lyapti. Yana nima qanaqa bahona